sayohatga. Odamlar bu so'zni eshitishi bilanoq yangi hissiyotlar va miyaga dam berish yo'llarini axtaradi. Bugungi kun sayyohlari quyoshda toblanib yotishdan tashqari o'zga xalqlarning yashirin durdonalari, unutilgan ibodatxonalarini ko'rishni afzal bilmoqda. Me'morchilik, begona madaniyat, tatib ko'rish mumkin bo'lgan yangicha taomlar hamisha jozibali va qiziq bo'lgan. O'zbekiston sayyohlikning keng imkoniyatlariga ega diyor. Chunki har bir viloyatimizda sayyohlikning o'ziga xos yo'nalishlari borki, tegishli biznes yurituvchi kompaniyalar dunyoning boshqa mamlakatlardan kelayotgan sayyohlarga yangi taassurotlar olishida sharoit yaratib berish uchun original g'oyalarni olg'a surishi mumkin. Bugun Jizzax viloyatining Bahavo va So'lim go'shalaridan Baxmal tumanida sayyohlik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga to'xtalamiz. Tog'lar bag'riga yashiringan Baxmal yangi O'zbekistonning sayyohlik salohiyati tobora yuksalib borayotgan hududlardan. Bu yerdagi yaratilayotgan sharoit, yangi mehmonxonalar, o'tovlar, xizmat ko'rsatish obyektlari Baxmal tumanining sayyohlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. 2025-yilda bu tumanga 250 mingdan ziyod sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, 2026-yilning iyul oyiga qadar 200 mingdan ziyod sayyoh tashrif buyurdi. Umuman bu yerda yaratilayotgan sharoit nafaqat sayyohlar oqimining ko'payishiga, balki mana shu yerlik aholining daromadi va yangi ish o'rinlaridan ta'minlashiga xizmat qilyapti. Bugungi kunda tumanda sayyohlarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasi bosqichma-bosqich kengayib bormoqda. Tumanda 3 ta tur operator, 558 ta joylashtirish vositasi faoliyat yuritmoqda. Ularning tarkibida 50 ta oilaviy mehmon uyi, 500 ta kemping, 7 ta hostel, bitta sanatoriy hamda boshqa joylashtirish obyektlari mavjud bo'lib, ular orqali mahalliy va xorijiy sayyohlarga zamonaviy xizmatlar ko'rsatilmoqda. Juda katta o'zgarish bo'libdi. Biz mana oilamiz bilan kelganmiz, bir hafta bo'lyapti. To'g'risi ketgimiz kelmaydi. Mana qurilgan kempinglar har bir xona uchun alohida yotoqxona-yu, bunaqangi sanuzillar, boshqa televizor, internet, hamma sharoit bor. Men xohlaymanki, borib o'zim bilan birga ishlaydiganlar, o'zimga yaqinlarga men telefonlarimga oldim ko'p narsani. Reklama qilaman. Xudo xolasa, Baxmal bundan ham chiroyli bo'lishiga ishonaman. Yaqin bir 10 yillardan beri bu yerda obod bo'layotganini ko'rsangiz hayron qolasiz. Jannatni bir bo'lagi desak, bu yerda xato ketmaymiz. Yurtboshimiz shunaqangi imkoniyatlar berdi tadbirkorlarga. 20 yildan beri, 25 yildan beri bola chaqam bilan kelaman. Lekin bir faqat archasi bor edi, boshqa hech narsasi yo'q edi. Yo'li bor edi, shag'al bosgan. Hozir yo'llari asfalt, kempinglarda sanog'iga yetmaysiz. Yildan yilga 20 talab, 30 talab soylar kempinglar to'lib ketdi. Mehmondo'st soy bo'ldi. Boyqo'ng'ir degan joy shunday ajoyib joy ekan. Butun avlodimiz bilan, butun jizzaxliklar bilan, butun mahallamiz bilan mana shu yerda mehmon bo'lamiz. Mana kelganimizga bir hafta 10 kun bo'lyapti. Ketgimiz yo'q, bolalarimiz keling deydi, nevaralar yo'q. Ularni ham olib kelyapti. Ular ham kelib mana shu yerda havas qilib dam olib ketadi. Aholimiz mana shunday minnatdor, hammasi mana shu qilinayotgan ishlardan, yurtboshimizni mana shunday imkoniyatlaridan hammasi boshi osmonga yetib xursand. Ko'zni quvontiruvchi bu o'lka sayyohlar uchun ekstremal va sport, ekologik va tog', sog'lomlashtirish, tarixiy, madaniy, agro, etnografik, gastronomik kabi qiziqarli yo'nalishlarni taqdim etadi. Baxmalga sayohat bu faqatgina sayr emas, bu yurakning uyg'onishi, ma'naviyatning anglanishi, tabiat va inson orasidagi bog'lanishdir. Men bu dam olish maskaniga ikkinchi bor kelishim. O'tgan yilda kelgandim birinchi marta do'stlarim bilan. Garchi ko'zlarim ojiz bo'lishiga qaramay, aynan ushbu hududning o'ziga xos so'lim tabiati yana shu yerga kelishga undadi. Albatta prezidentimizning islohotlari orqali mana har oyning ikkinchi shanba kunlari butun respublikamizda faoliyat olib borayotgan davlat tashkiloti xodimlari, ularning demak bevosita mana shunday go'zal tabiat qo'ynlariga chiqib dam olishlari uchun shart-sharoitlar yaratilishi lozimligi qayd etilgan va mana buning tasdig'i sifatida biz kelib bahramand bo'lib, bu o'z navbatida turizmga katta ta'sir ko'rsatadi. Turizm taraqqiy topgan joyda albatta ko'plab sayyohlarning tashrifi va iqtisodiy yuksalishlarga olib keladi bu.
Baxmal tumani boy tarixiy, madaniy va ziyorat turizmi salohiyatiga ham ega. Tuman hududida Novqa ota, O'smat ota, Bog'imozor ota, Xo'ja Ko'ndalang kabi 10 dan ortiq ziyoratgoh, 68 dan ziyod arxeologiya yodgorliklari, 27 ta soy va tabiiy dam olish maskanlari mavjud bo'lib, ular turistik marshrutlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu hozir o'rmonchi bitta soylik. Bundan tashqari yana 25 ta soyligimiz bor. Har bitta soyligimizda ichida hozir 6 ta soyligimizga mana shu turizm joylashgan. Mana shu joylashgan. Qolgan yana 20 tamiz ham bor, hali imkoniyati bor. Yana bitta jihatini aytib o'taman. Mana shu Jumjum soyimiz bor. Jumjum soyda bu ekstremal tog' turizmini biz rivojlantirganmiz. Biz xalqaro turiyadasini o'tkazamiz. Musobaqalari mana shu joyda bo'ladi. Bular qanday o'sha toqqa osilib chiqish, hiking, velikda o'zimizda O'zbekistonda hamda xalqaro bizga ko'proq kimlar keladi? Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Belorussiya, Rossiya, hozir bizga Xitoy qo'shildi, hozir Hindiston qo'shildi. Mana shu tog' turizmimizga bular mana shu Jumjum soyimiz juda ham mana shu lokatsiyasi mana shunga mosligi uchun shular ekstremal sayohatga mos. Ekstremal sayohatlikka mos. Har xil musobaqalar o'tkaziladi. Xuddi shunday. Baxmal tumanining 9 ta qishlog'i sayyohlik salohiyati yuqori bo'lgan qishloqlardan sanaladi. Shunda Novqa qishlog'iga turizm qishlog'i maqomi berilgan. Umuman so'nggi yillarda bu yerda sayyohlik salohiyatini rivojlantirish maqsadida ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa transport va yo'l tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha. 2026-yil boshida mana shu tumanning Nushkent, Muzbuloq va O'rmonchi qishloqlariga 10.4 milliard so'm ajratildi, aynan yo'l tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha. Baxmal tumani o'zining tabiati bilan, musaffo havosi, bir o'ziga xosligi bilan ham odamlarni bir tortib turadi. Bugungi kunda bu tuman sayyohlik yo'nalishida qanchalik rivojlanyapti? Bizda mana shu turizmda rivojlantirish maqsadida mana shu 2 yildan beri juda katta ishlar olib borilyapti. Baxmal tumanida hozir Boyqo'ng'ir qishlog'imizda 39 gektar master reja asosida turizm kompleksi, turizm klasteri tashkil etish rejalashtirildi. Bunda hozir O'zbekistondan tashqari Yevropa davlatlari, boshqa chet davlatlarning yetakchi mutaxassislari kelib, mana shu master rejani ishlash bo'yicha o'zlarining ishlarini olib boryapti. Nimalar bor rejada? Havomiz juda ham noyob bo'lganligi sababli birinchi navbatda biz sanatoriyaga texnik tavsiya berdik. 2 ta sanatoriyamizga, 2 ta mehmonxona, undan tashqari 20 ta shaley. Yana bir qo'shimcha biz yo'nalish qilganmiz. Dengiz sathidan 2200 balandlikda mana shu sportsmenlar o'zini mana shu yerda tayyorlash uchun mana shu yerda kompleks qilyapmiz. Demak, ham sog'lomlashtirish, ham tabiiy turizm rivojlanar ekan yana. Xuddi shunday. Master rejamizda belgilangan paraplan, zipline, osma ko'prik, dori yo'llari, bular hammasi ko'zda tutilgan. Bular bo'ladi. Baxmal tumanida O'zbekistonning ko'hna tarixidan hikoya qiluvchi tabiiy sayyohlikka oid so'lim maskan Boyqo'ng'ir qishlog'i. Endi nigohingizni mana shu qishloqda joylashgan dam olish maskaniga qaratamiz. Davlatimiz rahbarining sayyohlik sohasini yanada rivojlantirish va tadbirkorlarga berayotgan keng imkoniyatlari, bir paytlar orzu bo'lgan loyihalar bugun hayotga tatbiq etilmoqda. Boyqo'ng'ir turizm qishlog'iga bir o'ziga xos bir jilo berayotgan mana shu dam olish maskani qachon ochildi o'zi Lolaxon? Tadbirkorlarga qanday imkoniyatlar berildi, nimalardan foydalandinglar? Bizaga juda katta imkoniyatlar berildi. Oldin bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Biza 3 ta aka-uka juplashib shu ochishga harakat qilishdi. Oilaviy harakat qilishdi. Ochdik. Bundan 10 yil oldin ham harakat qilgan edilar aka-ukalar. Lekin olisha olmagandi. Hozir umuman imkoniyat juda ham yengil bo'ldi. 25 gektar yerda olib, 1 yil deganda qurib bitirdik. Mana bugun kecha mana hozir mijozlarimiz kelyapti, shahardan, Toshkentdan, Namangandan, respublika bo'yicha kelishyapti. Juda ma'qul, yoqyapti joylarimiz, sharoitlarimiz, hamma narsa yoqyapti. Nechta kemping bor? Umuman qanday sharoit yaratilgan? 1 yil avval qurilish boshlagan deb aytinglarda, hamma sharoitlar sozmi? Baribir tog' havosi, Baxmalda yozning o'rtasida ham yomg'ir yog'ar ekanda. Ha, 11 ta kempingimiz bor.
ichkarida sharoitimiz issiq suv, sovuq suv, xolodilnik, hamma narsa jihozlangan. Uyda qanday bo'lsa, Uyda qanday bo'lsa shunday. Quyosh panellaridan foydalangan biza. Lolaxon 11 ta kempingda xizmat qilishni o'zi emas. Shanba, yakshanba kunlari ayniqsa bir barakaga butun 11 ta kempingingiz to'lsa, ishchi kuch kerak. Qishloq aholisini ham ish bilan ta'minlaganmiz. Albatta, albatta shu yerda qishloqda xalqidan iltimos qilamiz, kelishadi. Kunlik ish bilan ta'minlaymiz. Juma kunidan bozor kunigacha kelib 10 tadan 20 tagacha qishloq aholisi kelib ishlab ketishadi. Boshqa paytiga o'zimiz 3 ta aka-ukani oilasi, bolalarimiz bilan o'zi bir 50 kishi bo'lamiz. Qolgan kunlari o'zimiz ishlaymiz. Mana tadbirkorlarga davlatimiz rahbari tomonidan keng imkoniyatlar berildi. Shunchalik mana bir yil ichida mana shuni qurib bitirdik deb aytyapsiz-da. Buni qanday bir his qildinglar? Nafaqat sizlar, boshqa tadbirkorlar ham mana ko'p, mana bu yerda kempinglar ochilgan, dam olish maskanlari ochilgan. O'zingiz aytyapsiz, 10 yil oldin bunaqa sharoit yo'q edi deb. Yo'q edi. Muhtaram prezidentimizga katta rahmat aytaman. Juda ham imkoniyat yaxshi berganlar tadbirkorlarga. 1 yilda qurib bitirdik. Sayyohlik rivojlanar ekan, tabiat bag'rida hordiq chiqarishga oshiquvchilar soni ortishi tabiiy. Bu go'zallikdan bahramand bo'lar ekanmiz, bir haqiqatni unutmasligimiz lozim. Bu betakror tabiat bizga omonat. Bobur aka, hozir ayni dam olish mavsumida Baxmal tumani bo'yicha jami 1000 ga yaqin kempinglar qurilgan ekan. O'rmon nazoratchilariga ayni bir mas'uliyatli davr. Bu mas'uliyatli davrda o'rmonchilar qanday ishni amalga oshirishadi? Mana shu tabiatni bus-butun saqlab kelajak avlodga yetkazish uchun qanaqa ishlarni amalga oshirasizlar? Dam oluvchilarga bizning asosan birinchi nazorat postimiz bor. O'sha postdan o'tayotgan davrda har bittasiga ogohlantirish xati beriladi. Ogohlantirish xatimizda nimalar bor? O'rmonni saqlash bo'yicha lola, har xil giyoh o'tlar, archalarni kesmaslik, har joylarda piknik qilmaslik uchun o'shalarni ogohlantirishi beriladi. Undan keyin o'zimizni har bitta bo'limimizda o'rmonchilari bor, xodimlari bor, pajarnimiz bor. O'shalar har bittasi mana shu dam oluvchilar bo'yicha nazoratga chiqadi. 100%. Ma'lum bir qismni bo'lib olishgan. Har bittasini o'zini bo'limlari bor, hududi bor. Hudud nazorat qilib turadi. Hudud nazoratchilari o'zlari chiqadi-da, 100% hammalariga yana tushuntirish ishlarini olib boradi. Piknik qiladiganlarni pastga tushiradi. Olov yoqmaslikni harakatini qilib, o'sha o'rmonchilarimiz ertayu kech shu yerda xizmatda turishadi. Yoz bo'yi nazoratda. Yoz bo'yi o'sha yerda nazoratda. Qishda baribir biroz odam kamroq bo'ladi. Keyin qor bo'lganligi uchun endi qor yoqqanda ham dam oluvchilar keladi. Kimdir shahardan qorni ko'raman deydi, o'shalar uchun ham keladi. Har bittasiga otlarimiz bor o'zimiz o'rmon xo'jaligida, o'shalardan bitta-bitta beriladi. Hozirgi mavsumimiz juda yaxshi o'tyapti. Chunki bunda olganda Baxmalimizda deyarli har kuni yomg'ir. Bizda yashillik hali ketmadi. Endi mana shu ertangi kunlarda hali sarg'ayish jarayoni boshlangandan keyin ishchi guruhimiz yanada kuchaytiriladi. Bu keladigan dam oluvchilarga taklifimiz iloji boricha mana shu o'rmon hududini asrashga chaqiriq qilamiz. Har xil joylarda piknik qilmaslikka, mana shu o'rmonni asrashga, mana archazorlarimiz bor. Yashillikni saqlash uchun ertaga kelajak avlod ham foydalanadi. Ular ham bahra olish kerak. Ular ham bahra olish kerak. O'shaning uchun har bittasiga iltimos qilib qolamiz. Har xil joylarga chiqib olov yoqmaslikka. Bu ham bir meros, Bu ham meros, mana shunaqa kelajak avlodga qolish kerak. Shunday hammasini asrab avaylasak o'zimizni yutug'imiz hisoblanadi. Baxmal ko'rsatganlarimiz jozibali. Sayyohlik yo'nalishida garchi muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, ammo bu tumanni oldida yana ulkan imkoniyatlar turibdi. Ulardan to'g'ri va samarali foydalanib, tumanda yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirib, O'zbekistonning xalqaro turistik imijini mustahkamlashga erishish mumkin. Bu bilan qishloq va tog'li hududlarda hayot sifati yanada yaxshilanadi. Mehnatkash va mard baxmalliklar bu xayrli ishni amalga oshirishlariga ishonamiz.